Молодец, наконец-то. Dunyodagi eng bo'yi uzun odam kimligini bilarmidinglar? Agar bilmasanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bo'yi uzun odam, dunyodagi eng bo'yi uzun odam. Anunda ko'ruvdim. Erkak kishi edi. Da. Nomi Biladigan odam bor ekan, xursandman. Angliya, Buyuk Britaniya. yaponiyalik qaysidir basketbolchi edi, aniq ismini bilmayman. Abror akam. Dunyodagi eng bo'yi uzun odam kimligini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. I found a love for me. Burak Sultan, bo'ldi. Sultan Sega ketadi yana familiyasi. O'sha Sultan Atigina qoldi. Boshqa Mayli, harakat top ko'rganingiz uchun sizga sovg'amiz bor. Ober boring. Kim edi? Gerkules. Gerkules. Turkiyalik. İsmini bilmiyorum, no Turkiyalik edi. Turkiyalik. Ayol kishimi, kim u? Erkek kishi. Ko'zi katta. Erkak kishi. Ko'ruvdim mana. Ober boring. Kim edi? Sultan Qo'shamda. Da, наконец-то хотя бы bitta odam bo'lsa ham ismini topdi. Qaysi davlatda yashaydi? Osonlik bilaman, lekin aytinglar. Da, turk. Rahmat sizlarga. Befit tomonidan sovg'a. Befit tomonidan sizga sovg'a to'g'ri topganingiz uchun. Sizga Befit tomonidan sovg'amiz. Rahmat, sog' bo'ling. Agarda bunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib olishni xohlamasanglar, hozir Befit akkauntiga obuna bo'lib qo'yinglar.